Salom do'stlar, sizlar bilan O'zmotivator loyihasi va biz sizlar bilan moliyaviy savodxonlikka bag'ishlangan darslarni davom ettiramiz. Bugungi siz bilan gaplashadigan mavzumiz yana oqilona tejash haqida bo'ladi. Ko'p hollarda biz pulimizni ko'proq qismini hissiyotlarga berilgan holda xarajat qilamiz. Moliyaviy barqarorlikka erishish to'g'ridan-to'g'ri sizni qanday mantiqan o'ylashingizga va hisob-kitobni to'g'ri olib borishingizga bog'liq. Bu borada bizning his-tuyg'ularimiz bizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, siz bozorga velosiped olishga bordingiz. Aslida siz 800 mingga olmoqchi bo'lib borib, sotuvchining gaplariga quloq solib, 1 millionlik velosiped olib qaytasiz. Yoki ayollarimiz boshlariga bitta ro'mol olaman deb borib, bitta ro'molning o'rniga 2 ta ro'mol va uning rangiga mos bitta sumkacha yoki tufli olib qaytadilar. Men nimaga bu vaziyatlarni biriktirib aytyapman? Chunki ko'pchiligimiz bolalardek his-tuyg'ularga berilamiz. Negaki bozorga buncha pulga narsa olishga kelib va boshqa biror narsa ko'zimizga chiroyli ko'ringanda bolalardek buni hamma narsani xohlab qolamiz va odam o'zini boshqara olmay qoladi. Izohlarda yozib qoldiring. Sizda ham shunaqasi bo'lib turadimi? Balki shunaqa odamlarni ko'rgandirsiz. Agar bu so'zlar sizga ham taalluqli bo'lsa, zudlik bilan o'zingizni his-tuyg'ularingizni boshqarishni boshlang. Chunki agar siz bundan bosh tortsangiz, qancha ishlashingizdan qat'iy nazar, sizda pul yetmasligi muammolari yuzaga keladi. Masalan, agar siz bilmasangiz ko'p chet el yulduzlari oyiga har doimgidan ozroq pul ishlasalar, ularda bankrot yuzaga keladi. Chunki ular ko'p pullarni har xil bo'lar bo'lmas narsalarga ishlatishadi va bu yo'lda o'zlarini to'xtatib qola olmaydilar va ularning pullari xarajatlariga yetmay qoladi. Ular qancha ishlashlaridan qat'iy nazar. Ular esa kam ishlashmaydi, o'zingiz bilasiz. Yilida million dollarlar topishadi, agar oyida bo'lmasa. Shuning uchun asosiy qoida bu: o'zingizni his-tuyg'ularingizni boshqarishni o'rganing. Buni o'rganmasangiz qolganlarning foydasi bo'lmaydi. Chunki qancha ishlasangiz ham, qanday bo'lmasin siz hamma pullaringizni ishlatib yuborasiz. Izohlarda yozib qoldiring. Qanchalik sizga his-tuyg'ularga berilib xarajat qilish tanish va qanchalik siz o'zgarishga tayyorsiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha